Boshqacha yo'q, uni mana shunaqa javob bersa bo'ladimi? Assalomu alaykum. Men Jamshid Furqatovich Akfa Medline universitet klinikasida oftalmokirurg lavozimida ishlayman. Bugun sizlarga oftalmologiya yo'nalishida ko'plab uchraydigan xalq orasidagi savollarga javob berishga harakat qilamiz. Shuningdek, turli xil miflarga oydinlik kiritamiz. Bo'lmasa boshladik. Normal zreniya necha bo'lishi kerak? 100% bo'lishi kerak. Normal zreniya 6 metrdan 8-10 millimetrlik harfdan yo'qni obyektni to'liq ko'rish kerak. Shunda bu 100% zreniya deb hisoblanadi. Aziza esdan kelgan savol. Kipriklar o'zi nimaga kerak anatomik jihatdan? Kipriklarning asosiy vazifasi bizni ko'zimizni tashqi muhitdan himoya qilish. Misol uchun, har qanday zarra yoki changlardan ko'zlarni himoya qiladi. Ikkinchisi, o'ta yuqori yorug'likka sezuvchanlik. Ya'ni qandaydir katta yorug'lik potoki ko'zga tushadigan bo'lsa, ko'zni qisib tabiiyki himoya sifatida qarashimiz mumkin. Uchinchisi, ko'zimizdagi kipriklarimizni xuddi mushuklar mo'ylovi kabi yuqori sezuvchanlikka ega va bu bizni tashqi tomondan keladigan xavfni sezishga, oldindan ko'zni himoya qilishga yordam berishi mumkin. Oxirgi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kipriklarimiz ko'zdagi namlikni bug'lanib ketishini 50% gacha kamaytirishi mumkin. Yana bir qiziq fakt, tanamizdagi istalgan soch tolalari oqarishi mumkin ekan umr davomida faqatgina kipriklar emas. Ya'ni kipriklarimiz bir umr davomida oqarmas ekan. Navbatdagi savolimiz Frintakundan kelgan savol. Kontakt linzalar bilan uxlab qolyapman. Bu qanchalik xavfli? Albatta bilamizki, kontakt linzalar ko'zni shoh pardasiga tashqi tomondan keladigan kislorodni o'tkazishga qiyinchilik tug'diradi. Shoh parda anatomik jihatdan kislorodni, oziq moddalarni qondan olmaydi, tashqi tomondan kisloroddan oziqlanadi. Kontakt linzalar buni ustiga qobiq sifatida to'sib turish vazifasini bajaradi. Ya'ni bir yoq tomondan o'ziga yarasha plyusi bo'lsa, minuslari ham yetarli. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganda, ya'ni oxirgi chiqayotgan kontakt linzalarning reklamasi bugungi kunda juda ham chiroyli reklamalar qilishyapti. Kontakt linza bilan uxlasa bo'ladi. Vaholanki u yetarli darajada kislorod bilan ta'minlanishiga xalaqit qiladi. Bu albatta ko'z uchun yetarli emas. Uzoq muddat kontakt linzalar qolgandan so'ng, ya'ni bu kontakt linza bilan uxlab qolganimizdan so'ng ko'zni tabiiy muhiti buziladi. Tabiiy muhit buzilganda ko'zda infeksion yallig'lanishlar, har qanaqa shoh pardani kasalliklari, ya'ni keratitlar deymiz, shu holatlar kuchayishi mumkin. Bu holat agarda tezkorlik bilan davo choralari amalga oshirilmasa, akantamiyozli keratit deyiladi, hattoki ko'rlikka ham olib kelinishi bo'lgan asoratlarga olib kelinadi. Yuqoridagi savolga beriladigan javobim bu juda ham xavfli hisoblanadi. Sobir 76-79 dan kelgan savol. Sabzilar ko'z ko'rishini yaxshilaydimi? Albatta, boshqa mevalarga nisbatan sabzilar ko'rish o'tkirligini yaxshilaydi. Boshqacha yo'q, uni mana shunaqa javob bersa bo'ladimi? Sabzi super ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi degan afsonalar mavjud. Ikkinchi jahon urushida Britaniya hukumati, ya'ni uchuvchilari tomonidan yaxshi nishonga olish boshlangandan keyin ular tomonidan chiqarilgan mif hisoblanadi. Ya'ni ular bu narsani oxirgi texnologiya, ya'ni radar texnologiyasi o'ylab topilganini yashirish maqsadida shu kabi uydirma miflarni o'ylab topishgan. Ya'ni bizni uchuvchilarimizni ko'plab bir sabzilar yeganni hisobiga tunda ko'rishi juda ham yaxshilashib ketgan degan propagandani ilgari surishgan. Jamoliddin Xon dan kelgan navbatdagi savol. Ba'zida men daltonik emasmikinman deb o'ylab qolaman. Buni qanday qilib tekshirsam bo'ladi? Rang ajrata olmaslik yoki daltonizm juda ham oddiy tekshirish usullari bor. Misol uchun ishqara testi. Mana misol uchun siz ekranda ko'rib turganingizdek hozirda oddiy qilib testda o'tkazishimiz mumkin. Ekranda chiqadigan harflarni ko'rishga harakat qiling hamda izohlarda yozib qoldiring. Ko'rgan raqamlaringizdan agar bironta biri xato yozilgan bo'ladigan bo'lsa, biz javobini berganimizdan keyin xato bo'lib chiqadigan bo'lsa, unda sizda daltonizmga shubha bo'ladi. Albatta oftalmolog tavsiyasini yoki ko'rigini tavsiya qilgan bo'lardik. Xo'p, MD Salomovdan kelgan navbatdagi savol. 20-20 yoki 6-6 hamda 100%lik yaxshi ko'rish o'tkirligiga ega odamlar bormi? Ha, bor. Hattoki bundan ham yaxshi ko'radigan teleskopik ko'rishga ega bo'lgan insonlar bor. Bular misol uchun normada boyga yetayotganimizdagi 10 millimetrlik yozuvni 6 metrdan ko'rish mumkin bo'lgan inson, bu normal 100%lik ko'rishga ega bo'lgan insonni hisoblaydigan bo'lsak, hattoki 20 metrdan ham 10 millimetrlik yozuvni ko'rishga ega bo'lgan insonlar bor. Ya'ni bularning orasida bo'lishi mumkin sportchilar, harbiylar, hatto bir shifokorlarning orasida ham bo'lishi mumkin. Ba'zida shunday insonlar borki, burgut ko'zli insonlar deyiladi. Saturnni halqalarini ko'rishga ham qodir insonlar bo'lgan. Navbatdagi savolimiz
O'ra 99-48 tan kelgan savol. Quyosh tutilishiga qarash rostdan ham ko'zni ko'r qilishi mumkinmi yoki bu oddiy afsonami? Quyosh tutilishiga qarash ko'zni qaytarib bo'lmas bo'lgan asoratlarga olib kelishi mumkin. Agarda maxsus bir ko'zoynaklar, ko'zni himoya qiluvchi vositalar orqali qaralmagan holatda ko'zni to'r pardasiga, ya'ni makul sohasini kuydirishini oqibatida ko'rlikka olib kelinishi mumkin. Bizda ko'zni quyoshdan himoya qiluvchi ko'zoynaklar orqali qarasam ko'zga ziyon bo'lmaydi degan tushunchalar aslo noto'g'ri hisoblanadi. Yaxshilab eslab qoling, ko'zni maxsus himoya qiluvchi oynalari bor. Maxsus quyoshdan himoya qiluvchi ko'zoynaklar bu kabi himoya ko'zoynaklarini turkumiga kirmaydi. Navbatdagi savolimiz Sita 864. Kun bo'yi ekranlarga tikilib o'tirish qanday qilib zreniyani tushishiga olib keladi? Kun bo'yi ekranga qarab o'tirish quruq ko'z sindromiga olib kelishi mumkin, ya'ni ko'zni namligini erta bug'lanib ketishi. Shuni oqibatda ko'rish o'tkirligi nisbatan tushadi hamda uzoq muddat yaqin masofaga tikilib o'tirish ko'z ichki mushaklarini spazmiga olib keladi. Bu o'z navbatida yolg'on miopiyaga olib kelinadi, ya'ni uzoqni yaxshi ko'ra olmaslik. Shuni oqibatda ko'rish o'tkirligi tushib ketishi mumkin. Navbatdagi savolimiz Diyora UB. Meni yoshi katta qarindoshlarimda glaukoma, kataraktaga o'xshagan xavfli kasalliklar bor. Men ham qariganimda shunday kasalliklarga uchrab qolishdan qo'rqaman. Bularning oldindan bilinadigan simptomlari bormi? Albatta bor. Glaukoma bu tashqi tomondan ko'ruv o'tkirligini torayishi bilan kechuvchi kasallik hisoblanadi. Erta belgilariga ko'zdagi istalgan bir qizarish yoki qandaydir og'riqlar glaukomani erta belgilari bo'lishi mumkin. Bugungi kunda bilamizki, ko'zim qizardi, achishyapti, og'riyapti degan simptomlarga juda ham ko'plab yuzaki qaraladi. Ya'ni ko'zing shamollab qopti, antibiotik yoki gormon dori vositalarini tomizib olsang, 2-3 kundan keyin yaxshi bo'lib ketadi degan savolni qo'shnimiz berishi mumkin. Ya'ni 3 kun oldin yoki 1 hafta oldin ko'zida shamollash o'tkazgan inson uyda turgan tomchisini glaukoma erta belgisi bilan boshlanayotgan kasalligi o'z-o'zidan tavsiya qilishi oqibatida u shu tomchini tomizib glaukomani simptomlarini, ya'ni erta boshlangan simptomlarni haqiqiy glaukoma kasalligiga aylantirib yuborishi yoki asoratni o'zini keyingi davrlarga o'tkazib yuborishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Shu sababli mutaxassis javobidan yoki mutaxassis tavsiyasidan boshqa tavsiyalarni inobatga olmasligingizni. Ikkinchi savollari, qarindoshlarda katarakta bo'lgan bo'lsa, buni erta belgilari. Kataraktada ko'rish o'tkirligi pasayib boradi hamda yorug'likka bo'lgan sezuvchanlik oshib ketadi. Ko'zni oldida tuman yoki parda tushgan simptomlar bo'lishi mumkin. Istalgan bir simptomni sezdingizmi, albatta mutaxassis konsultatsiyasiga borishingizni tavsiya qilaman. O'rko'peksidan kelgan savol. Zamonaviy katarakta jarrohligi qay darajada xavfsiz? Bugungi kunda umumiy tibbiyotdagi qilinadigan jarrohlik amaliyotlarining ichida xavfsiz gruppaga kirgan yuqori samaradorlikka ega bo'lgan operatsiya turiga kiradi. Ya'ni katarakta operatsiyasi. Buni nomi fakoemulsifikatsiya usuli, ya'ni butun jahon oltin standartda amalga oshiriladigan operatsiya turiga hisoblanadi. Agarda foizlarda oladigan bo'lsak, yuqori 95% samaradorlikka ega bo'lgan operatsiya turiga kiradi. Navbatdagi savolimiz Qurbonov 18. Qurbonov 18 dan kelgan savol. LASIK ko'z jarrohligidan keyin ko'rish o'tkirligi umrimni oxirigacha yaxshi bo'ladimi? LASIK ko'z jarrohlik amaliyoti o'tkazildi degani ko'zda astigmatizm yoki miopiya, gipermetropiya, qandaydir shoh parda muammolari bor va bu muammoga bugungi kunda yechim topildi degan xulosa olinadi hamda bemor qanaqadir kontakt linzalar yoki ochkilardan foydalanib yurgan bo'lsa, shu muammodan qutuldi. Umrining oxirigacha ketishi mumkin agar ko'zda boshqa bir kasalliklar rivojlanmasa. Ya'ni katarakta, glaukoma yoki shoh pardada boshqa bo'ladigan kasalliklar, to'r pardadagi bo'ladigan kasalliklar rivojlanmasa, shu olingan natija bir umrlik natija bo'lishi mumkin. Annedlerdan kelgan savol ekan. Bitta ko'zimda minus, bittasida plus bo'lishi mumkinmi? Ha, bitta ko'zda minus, bittasida plus ham bo'lishi mumkin. Bu anzimeterapiya deyiladi. Pokiza 22 dan kelgan navbatdagi savolimiz. Aksirayotganda ko'zimni yummasam rostdan ham ko'zim joydan chiqib ketadimi? Aksirayotganda ko'zlarni yumilishi bu ko'zni himoya funksiyasi hisoblanadi. Ya'ni ko'z atrofida joylashgan maxsus bir mushaklar bor. Shundan bu reflektor ravishda ko'zni qisib yumiladi. Lekin bu ko'z chiqib ketadi, ko'z olmasdan siljib ketadi degan xulosani bermaydi. Rustamov N dan kelgan navbatdagi savolimiz. Bir vaqtning o'zida chap ko'zim bilan chapga, o'ng ko'zim bilan esa o'ngga qaray olamanmi?
Albatta, sog'lom insonda bu harakatlarni amalga oshirishi imkoni mavjud emas. Agarda tug'ma yoki har qanaqa nervlarni travmasi oqibatida, zararlanishi oqibatida ko'zda kosoglaziya, g'ilayliklar paydo bo'lgan bo'lsa, bir vaqtda o'zida ham chapga, ham o'ngga qarash mumkin. Sog'lom holatda bir ko'zning harakatiga ikkinchi ko'z parallel harakat qilinadi. Agarda yuqoridagi savollar berayotgan inson, siz ko'zingizda hech qanaqa nuqsoningiz bo'lmasa, ko'zingizda hech qanday patologik holatlar bo'lmasa, yuqorida sanab o'tilgan bu harakatni sizga qilmaslikni tavsiya qilaman. Chunki bu sizni ko'zingizdan kelmaydi. Yuqorida xalq tomonidan berilgan savollarga ilmiy dalillarga asoslangan holatda javob berishga harakat qildik. Agarda sizda ham javobi topilmagan har qanday savollar bo'lsa yoki miflar bo'lsa, kommentariy, ya'ni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Biz sizlarga javob berishga harakat qilamiz. Ko'z shifokori sifatida aytishim mumkin bo'lgan oxirgi gapim, o'zingiz va ko'zingizni asrang. Qo'shnilar va qarindoshlarni maslahatiga kirmang.